Ey Xudoyim, yo'l yo'q-ku. Nima, qochib ketaman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. Yaramas masika. Tezroq chiqamiz. Kivitu qo'rqinchli mavjudot. Biz ham bilmaymiz, qandaydir bir g'alati odam ko'rmi? Bilmadim, tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak. Bo'pti, ehtiyot bo'linglar. Mana tezroq chiqib ketapman, muammo bo'lmasdan. Bo'pti, kattakon rahmat sizga. Axir chiroq yo'q-ku, aloqa chiqmayapti. Haytir, turing. Tong otdi, chiroq yonibdi. O, Xudoyim, Xudoga shukr, chiroq yonibdi-ku. Tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Alo, politsiya ishladi. Alo, tezroq bu yerga kelinglar, iltimos. Bu yerda qotilliklar bo'lib ketdi. Manzilni bering, 10 daqiqada boramiz. Lakasani hozir tashlab boraman. Yaxshi, hozir yetib boramiz. Nima? Qayerdan keldi bu ovoz? Nima yo'q, kirmang, Endercraft. Nimalar bo'lyapti, tushunmayapman. Nima? Klaun qani? Hey, Endercraft. Sizga nima bo'ldi, hey? Endercraft? Salom, Haytir. Nima? Yo'q. Xudoyim, nimalar bo'lyapti, tushunmayapman. Politsiya yetib keldi. Xudoga shukr, vaqtida keldingiz. Bu yerda g'alati ishlar sodir bo'lyapti. Do'stlarimizni yaramas klaun o'ldirdi. Qanaqa klovin? Mening tug'ilgan kunim edi, bayram uchun klaun chaqirgandik. Eng qizig'i bu yerda mana bu do'stimga ham nimadir bo'ldi. Uning ko'zlari qizarib ketgan. Ey Xudoyim, g'alati nimalar bo'lyapti o'zi? Nima? Endercraft? Ha, nima bo'ldi, Haytir? Politsiya kelibdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Tushunmayapmiz biz. Xullas, bu gapni men uchun ham, siz uchun ham og'ir. Lekin aytishim kerak. Ikkita do'stingiz ham vafot etdi. Yo'q, jin ursin seni klaun. Endercraft-chi, unga nima bo'libdi? U o'zini g'alati tutayotgan edi. U hozir qo'riqchi bilan turibdi. Uni bir ikkita yovuzlarga qo'shib qamab qo'yishgan. Menimcha mana shu yer bo'lsa kerak. Yaxshi, kim bor? Ey, sen kimsan? Yo'q, mening do'stim shu yerda ekan. Kel, kim edi do'sting? Endercraft. Endercraft? Nega sizni qamab qo'yishdi? Yo'q, unga yaqinlashma, u juda xavfli. Yo'q. Nega uni qamab qo'ydilaring? Do'sting sizlar chaqirgan klon tomonidan miyasi zaharlangan. Yo'q. Nima qilamiz endi? Axir buni to'g'rilashning ilojisi bordir. Qaniydi bilgan edi, lekin buni ilojisi yo'q. Faqat o'sha uni klon to'g'rilash mumkin. Yo'q, men buni ilojisini albatta topaman. O'zingni qiynama, uning davosi faqat shu klon. Sen endi klon bilan ko'risha olmaysan. Yo'q. O'zing bilasan, mayli, ehtiyot bo'l. Yaramas klaun, seni o'ldiraman topsam. Yo, buni qaranglar, kim bu? Haytirbek-ku. Borlaringga o'zi senlar aytishmay turganding. Nima, sen hali shunchalik kuchli bo'lib ketdingmi? O'zingiz boshladingiz, men shunchaki ketayotgan edim. Yo'q, aka, yaramas. Boshim, nimalar bo'lyapti? Nima? Salom. Yaramas, yana senmi, klaunlar? Jin ursin senlarni. Nega kelding? Men senga yaxshilik qilmoqchi edim. Qanaqa yaxshilik? Bizga qo'shil. Nima? Xayolingga ham keltirma. Balkim do'stingga ham yordam berarman. Va seni hech kim xafa qilolmaydi. Bizga qo'shilsang kuchli bo'lasan. Nima? Mayli, agar rostdan ham do'stimga yordam bermoqchi bo'lsang, sizlarga qo'shilaman. Hayır. Nima? Qayerga yo'qolib qoldi? Mayli, tezroq uyimga boray. Yaxshi, dam olaman, balkim barchasi o'tib ketar. Yaxshi. Juda ham charchadim. Birpasda tong otdimi? Nima bo'ldi menga? O'zimni g'alati his qilyapman. Nima? G'alati. Bu ham boshqacha. Chiroqni ham o'chirmabman. Nima?
Axir men chiroqqa shunchaki tegdim xolos-ku. Yo'q. Jinurson, nima bo'lyapti menga? Shunchalik kuchli bo'lib ketdimmi? Axir men eshikni shunchaki yopdim xolos-ku. Yaxshi. La'nati. Balkim rostdan ham bu klaunlar safiga qo'shilganimdandir. Yaxshi. Jinurson. Hozir uyimni buzib yuboraman-ku. Yaxshi, toza havo bir tashqarini aylanib kelay. Ana Hayter. Bu yoqqa kel, Hayter. Yana sizlarmi? Men ortiqcha muammo xohlamayman. Ketinglar. Demak, muammo qiladigan darajada kuchlisan. Mayli, o'zingiz shuni xohladingiz. Xudoyim, nima bo'ldi? Mayli, o'zingiz shuni xohladingiz-ku. Haytermi? Hayter. Sizga nima bo'ldi, Hayter? Hayter, meni tanidingizmi? Men do'stingizman. Do'stim?